Sirdaryo, Malik, Tamoyga, Sirdaryoga. Bugun biz Baxt yangi bozori haqida gaplashamiz. Xo'sh, siz yana qanday qiziqarli manzillarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bu yer oldin anaqa joy bo'lgan, botqoqli shunaqa joy bo'lgan. Mana boshqa oblastlardan ko'chib kelish natijasida meni bobolarim, ota-onalarim mana shu yerda nima qilgan? Shu yerda bo'lgan. 100 yil bo'ldi desa ham bo'ladi. Bo'lgan. Ya, bo'lmasa ham o'shanga yaqinlashib qoldi. Ey, bizga kommentariyada yozsa 100 yil bo'ldi desak, ba'zilar qattiq olyapsan, gapni deyapti. Haqiqatdan 100 yil bo'lgan ekan. Masalan, men 63 ga kirgan bo'lsam, meni bobolarim shu yerda bo'lganda, otam shu yerda tug'ilgan. Qozog'istondan, Tojikistondan, Qirg'iziston hamma joy mana shu yo'ldan qanday o'tsa odamlar mana shu katta yo'lda qanaqa mashina o'tsa mana hozir Eronlar ham kelyapti, Turkiya ham kiryapti, hamma nimalar kelyapti. Xitoylar kelyapti, Hindistondan kelyapti, o'zimizdan olyapti narsalar. Yo'ldan ketayotgan yo'lovchilar. Mehnat qilsangiz hamma narsaga erishsa bo'ladi. Mehnat qilgan odam hech qachon quruq qolmaydi. Men shu yerdan quruq qolmadim, uy qildim, bolalarimni chiqardim, o'qitdim, kelin oldim, qiz chiqardim, hamma narsaga erishdim. Planlar qanday? Armonim planimmi? Nevara to'ymi endi? Nevara. Nevaralarning kamolini ko'rish. Qo'rqmang, salomatmisiz, charchamasdan, sog'liqlar. Qatga? Botir Berashki. Gavi. Endi qanchadan beri faoliyat olib borasiz shu? Asr bo'lib ketdi. Asr bo'lib ketdi. Hozir Sirdaryodan boshladik. aha. Hozir mandagi hozir ko'plar asr bo'lib ketsa o'zi yosh bo'layotgan-ku, asr bo'lib ketdi. Bu fasad ishlar ko'rdi. Tabiiy narsalarga nima tavsiya qilasiz? Faslarga meni ko'rsatib qo'yadi. Nima misol uchun? Nima misol uchun? Bu yerda Imbir, Karisa, Chiya, Leon, Rastarovka, Kurma. Menga ko'rsatib qo'ying, shu aytganlarga kesakkacha bor kerak bo'lsa. Qanchadan ekan aka? Qanchadan ekan? 10 ming deyapti. Narx-navo yaxshimi, ma'qulmi? Qancha tortsin endi? Savdo bo'ldimi? Endi bo'ldi. Sirdaryodan gapiramiz.